Assalomu alaykum. O'zi balkondan biletni olib, lekin sekin pastga tushib o'tirib olib, egasi kelib qolsa turib ketaman deb turgan qizlar. Assalomu alaykum. U nobiraymi desa yo'q. Ha bu nobiraymi desa yo'q. Ha bu nobiraymi desa yo'q deb nozlanib yurgan bola. Berganni olaverish kerak. Assalomu alaykum. O'lay agar bugun ichish tashiyman. Yo'q, o'lay agar bugun chekish tashiyman. Yo'q, o'lay agar qizlar bilan gaplashish tashiyman deb tirik yurganlar. Mana chetdan qarab turman, birontang bir yaxshi salomlashamading borku. Bu yoqqa zamonaviy odamlar kelgan, texnika, texnologiya, internet asri. Bir ko'raylik qanaqa bo'ladi u zamonaviy. Assalomu alaykum, 30 megabaytga bilet olib kelganlar. Assalomu alaykum, 40-50 megabaytga bilet olib kelganlar. Assalomu alaykum, 60 megabaytga bilet olib kelganlar. Bulan turishini qara. Tochkangda yo'q, Wi-Fi ga kiraylik deb kelganlar qishga. Akalar, bugun bizani birinchi katta konsertimiz, to'g'rimi? To'g'ri. Kelinglar bir yig'ilib osh qilmaymizmi? Zo'r fikr. Mana men Qashqadaryodanman. Qashqadaryoda nima zo'r? Go'sht mendan. Mana men Navoiydanman, to'g'rimi? Navoiyda nima zo'r? Havo. Navoiyda sabzi zo'r. Navoiyning sabzilari mendan. Mana men Xorazmdanmanmi? Xorazmda nima zo'r? Mazgi. Mazgi, guruch zo'r, guruch mendan. Mana men Qoraqalpoqdan nima zo'r? Mendan. Demak, oshimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Qashqadaryoning yog'li dumbali go'shtlarini qozonga solamiz undan keyin. Navoiyni somoncha qilib to'g'ralgan sabzilarni solamiz undan keyin. Xorazmni lazer guruchini solamiz undan keyin. 50 qo'qamiz. Kayfiyatim kirdi. Natchingni ko'tardik-ku. Sekin Qashqadaryoning go'shtlarini yeb ko'ramiz undan keyin. Navoiyning sabzilarini yeb ko'ramiz, Qiziltepanikini undan keyin. Guruchlarni yeb ko'ramiz undan keyin. 50 qo'qamiz. Sekin qozoq qopqoq yevoshimiz tayyor bo'libdi. Birinchi go'shtlarni suzib olamiz undan keyin. Navoiyning sabzilarini suzib olamiz undan keyin. Xorazmni guruchini suzib olamiz. Kadi-barak tayyor. Bu ochxo'ring ichirmaylatdim, bu ko'tara olmaykan. 50 qo'qamiz. 100 qo'qamiz. Bola, osh qildinglarmi? Aytmabsizlar-da, men ham bu narsa qo'shardim. Qayerdan edingiz Dildoraxon? Toshkentdan. Bola, oshdan keyin qurroq choy zo'r ketadi.
so'ramoqchiman. Oshga qo'shmadinglar, hech bo'lmasa guruhinglarga qo'shasizlarmi? Qo'shamiz. Haligi bola sizlarda. Shunaqa narsalar bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Ey, bizda mana shunaqa narsalar bo'ladi. Ha, bola unaqa narsa bo'lishi uchun mana shunaqa bo'lish kerak. Bolla, shu qizni jamoaga oldikmi? Olgan bo'lsak bu yoqimli. To'g'ri. Agar olmasak bu yoqimsiz. To'ppa-to'g'ri Jumaniyoz aka. Mana bugun bizning birinchi konsert. Shuncha chin yurakdan yaqinlar muxlislar kelgan. Agar bular chin yurakdan bitta gulduros qarshi chalishsa, qarang qanaqa yoqimli. Agar chalishmasa bu yoqimsiz. To'g'rimi Abbos aka? To'g'ri, yoqimsiz. O'zi hayotda shunaqa yoqimsiz narsalar bor ekanda. Mana masalan kechasi kechqurun 12 mashinangda qizing bilan romantik muzika qo'yib, archa ko'chada ketyapsan, ikki tarafing archa. Qanaqa yoqimli, ha? Lekin shu bir payt archani orqasidan xushtagi bilan qo'l chiqadi-ku. Qorbobo. Qanaqa yoqimsiz. Ey bola, mana shu sevgan qizingni uylanding. Qanaqa yoqimli. Farzandlaring bor. Qanaqa yoqimli. Ey, yoqimli, qara. Ular 3ga 4ga kiradi-yu. Shu kerakli payt uxlamaydi-yu. Shunaqa yoqimsiz. Erkin aka, bu bashara bilan hali uylanmaganingizni butun xalq biladi-ku. Zato bolalar bor-ku. Ey bola, uyda o'tiribsan. Zerikib. Ey, o'rtoqlaringni chaqirasan. Allo bolalar, kelinglar, zerikib ketdik, kelinglar deganingda o'rtoqlaring keladi-yu. Jumaniyoz aka, qanaqa yoqimli. Qanaqa keldim. Lekin shu oyoq kiyimini yechadi-ku. Shunaqa yoqimsiz. Jumaniyoz aka, uylarga yig'ilgandan keyin nima qilamiz? Krasovkani chala kiyib 50 qoqamiz. Ana 50 qoqamiz. 50 qoqamiz. 50 qoqamiz. 50 qoqamiz. Bu 200 gramda o'chib qolar ekan-ku? Yo'q, 50 qoqdik, yo'q qoqmadik, uxlab qoldik. Bu yoqimli. Bugun kuni ertalab turgansiz, bosh og'rigan, ko'ngil aynigan, qanaqa yoqimsiz holat. Haligi chalani olamiz. 50 qoqamiz, 50 qoqamiz, 50 qoqamiz, 50 qoqamiz. Hammasi joyida ishga ketdik. Bir payt sushnak chanqiydi-ku odam. Suvni bitta ko'tardingiz, yana boshlandi. To'g'ri, mana Jumaniyozning uyiga yig'ilgandiki nafaqat 50 qoqamiz. Bu bakalashga topamiz, palga topamiz. Yoqimli bu, yoqimli. Abbos aka, bugun kuni bosh aylangan, ko'ngil og'rigan qaltiroq yoqimsizmi? Ukajonim, bu dakansa yoqimli. Mana bolalar, yoqimli yoqimsiz deyapsizlar, ha? Tasavvur qiling, ko'chada bitta yigit, sochlari taralgan, tirs. Kostyum shimlarda, tirs. Oyog'ida esa lakirovana tufli, tirs. Yana kamiga Malibu 2 da, tirs. Bu qanaqa yoqimli? Shu payt cho'ntagidan shunday tillarni chiqardi. Hayyo, Mo'minboy ekan. Tirs. Mana shu narsa yoqimsiz bolalar. Yoqimsiz. Erkin aka, sizga kitobda ham bunaqa chiroyli ta'rif berilmagan ekan. Kelmay tashabbus. Sizga vizif bo'ldi. 143 tekin. Men ham ko'chada ketyapman, shu desanglar. Bitta chotga qiz turibdi. Figura pak. Bashara shaq. Oyoqlar taq. Bir payt yaxshi qiz. Labbay. 4 ta u yoqdan, 4 ta bu yoqdan mo'ylov chiqib turibdi-yu. Brat kamiga kecha osh yeganlarmi deyman, guruchlar ham qolib ketibdi. Ey bolalar, uyda yana o'tiribsan zerikib. Menga qarang, siz ish-pish qilasizmi bu yerdan berdi uyda tursiz? Ishlab nima qilaman? Ichki yo'qman-ku. Pulni o'zi yetadi.
internetga kirib olib, o'zing yaxshi ko'rgan serialni ko'rib o'tirasan-ku. Shunaqa yoqimli, shunaqa yoqimli, lekin bitta reklama chiqadi-ku. Ana shunisi yoqimsizda. Ukajon, bunisi undan ham yoqimli, qara. Ey bola, Instagramda o'tiramiz-ku. Luiza Rasulovaning rasmi chiqib keladi. Shunaqa yoqimli, shunaqa yoqimli. Zarina Nizomiddinovaning rasmi chiqib keladi. Shunaqa yoqimli, shunaqa yoqimli. Ey, Munisaning rasmi chiqib keladi. Shunaqa yoqimli, shunaqa yoqimli. Lekin bori qattandir ularning eski rasmlari chiqib keladi-yu. Shunaqa yoqimsiz, shunaqa yoqimsiz. Bolalar, shu payt meni rasmim chiqib keladi. Brat, guruch chop tashlang, guruch. Bolalar, mana bokschilarimizni qaranglar. Bir urib Osiyo chempioni bo'lyapti. Bir urib jahon chempioni bo'lyapti. Bu qanaqa yoqimli? To'ppa-to'g'ri Abbos aka. Mana futbolchilarimiz-chi. Bir urib o'ldirib qo'yaymi hozir? San'atkorsan, sahnaga chiqib kelding. Muxlislar, olqish, bir tomonda musiqalar ketyapti. Shunaqa yoqimli, shunaqa yoqimli. Bir payt qayerdandir bo'ron quturib shamol bo'ladi-yu. Shunaqa yoqimsiz. Alijon, bu sizga yoqimsiz. So'rab ko'ring, xalqqa yoqimli. Bolalar, mana sizlar osh qilasizlar, choyxonaga borib. Biz sizlarga havas qilamiz, sizlar zo'rsizlar. Yo'q, tog'da ursa talqon qiladigan. Haqiqiy erkaklar. Zabardast. Ba'zi ayollarga o'xshab g'iybat qilasizlar-ku. Ana shu narsa yoqimsiz. Nima do'stlar, kallang ishladi, qanaqa g'iybat, kallang ishladi. O'zim gaplashaman. Nima dedingiz Dildora? Hozir bizani erkaklarga o'xshab, erkaklarni ayollarga o'xshab, ayollar erkaklarga o'xshab g'iybat qilib tashlaysanlar dedingizmi? Qilmaganmisizlar? Qilmaganmiz, Xudoga shukr. Qilmadinglarmi? Qilmadik. Qilmadimi? Qilmadingni qilaman dedi, bobo, pul beraman, yo'l kiraman deding nima bu? Xullas kalom Tornado jamoasi g'iybat qilishga qarshi kurashishga Ketdi! Eshitdinglar, mana turibdi. Yo'q, eri ekan, yur aytib beraman. Qarshingizda ilk bor katta sahnalarga shaxtam qadamlar bilan chiqqan katta bir jamoaning kalta a'zosi Siroj Halimov. Assalomu alaykum. Azizlar, biz yangilik yaratishga harakat qilmaymiz. Yangiliklar bizdan oldin yaratilgan. Biz mana shu yangiliklardan andoza olgan holda dunyo kulgi ustalari bizdan o'g'irlagan eng sara sahna ko'rinishlarimizni e'tiboringizga havola etamiz. Biz boshladik. Bizda ilk sahna ko'rinishi o'rgimchak odam ko'chadan o'z uyiga qaytdi. Ko'ramiz. Jonimga tegib ketdi hammasi. Qachon qarama adasi uyda bo'lmaydi. O'zim men xato qilganman, juda ham katta xato qilganman. Человек pavka deyishim kerak edi, o'rgimchak odamga emas. Voy! Oy adasi. Qalisa xotin. Nishtayapman adasi. Hozir sizni hammaga maqtab turgandim. Nima gap, xotin, nima gap? Qachon qarama uyda bo'lmaysiz. Bir haftadan beri musorlar mamda yotibdi. Qachon men olib borib tashlayman? Vaqtim bo'ladimi meni? Adasi, sizga gap yo'q. Mana bir oydan beri ko'ylagim tepada ilingan turibdi, olib. Voy. Adasi, aytaman, sizga teng keladigani yo'q, pahlavonim. Polvonim. Voy. Eronda kitob bozori bor. U yerda tunda kitoblar ko'chada qoldirilib ketiladi. Sababi Eronda shunday naql bor. O'g'ri kitob o'qimaydi. Kitob o'qigan odam o'g'rilik qilmaydi. Bizda g'aroyib o'g'rilik. Xullas, bugun o'g'rilikka tushamiz. Tushunarlimi? Tamam. Olman buni. Tak. Men ham buni taqaman. Sen ham borasan. Mayli, ketdik.
Qo'lingni ko'tar o'g'irlik. Qo'lingni ko'tar o'g'irlik. Qo'l. Men senga necha marta aytganman, onangni olib chiqmaylik deb. Ko'tar endi buni. Kasalni yashirsang isitmasi oshkor bo'ladi deyshadi. Bizda o'ta jiddiy kasallikka yo'liqqan, rang ajrata olmaydigan daltonik qizil shapkacha. Men seni yeyman. Voy, qalaysan quyon? Voy. Qanaqa quyon? Axir men ayiqman-ku. Hozirgi kunda reklama zamon talabi bo'lib qolmoqda. Reklamasiz mahsulot o'z xaridorlarini topishi qiyin. Bizda g'aroyib reklama. Chachalar bor, chachalar, buxorolik bachalar. Ha. Mana chachalar bor, kelib qolinglar sehrli chachalar. Chacha chaqqan kishini xudo o'nglar ishini. Aytib qo'ying, shuni tayini bo'lar ishini. Shu sabab chaqing tezroq, chachaga ko'p berilmang, boshqasi yaxshi, biroq boshqasiga berilmang. Chachalar bor, kelib qolinglar, mana chachalar. Aka. Haligi sehrli chacha sizdami? Bizda mana. Bering, bitta bering. Nima problem, nima? Problem shunday iboratki, yigitim tashab ketdiman. Nechinchisi? Mana. Sizga nima ekan? Hozir keladi. Nima mani aldadingiz? Nima aytmayaptim? Nima mani aldadingiz? Yigitim mani tashab ketdi, o'tirib qoldim. Bujon, yaxshi qiz, rost o'tirib qoldi. Dildor! Dildor, sevgilim! Muhabbatim! Dildor, iltimos, meni kechir. Bilmasdan o'lay, agar bilmasdan partnosga beribman. Dildor, meni kechir. Yur, to'y qilamiz. To'y. To'ymi? Hozir bir daqiqa kutib turing. To'y qilamiz, Dildor. Aka, na всяк случай yana ikkita bering. Hozirgi kazalarga ishonch yo'q. Aynib qolishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, sizlarda sehrli chacha bor deb eshitdim. Bor. Qarang, men 7 yildan beri o'qishga kira olmayapman. 7 yil? Bering, balki ko'tarman. Mana 1,5 blok. Nima qilaman buni? Chaqsam endi o'qishga kirib ketamanmi? Ukajon, kallada bo'lmasa 25 yilda ham kira olmaysan, buni chaqib kasb qilasan. Hayda. Chachalar bor, chachalar kulmaganlarni kuldiradigan olinglar. Chachalar bor, chachal. Assalomu alaykum. Uka, bu rostdan sehrlimi? Sehrli. Uka, menga bermasang bo'lmaydi. Nimaga? O'sha ideya qolmadi. Hech kim menga ishonmayapti. Shoirmisiz? Yo'q. O'sha nima qilib odamlar ishonmayapti. Ssenariysiz kinolarda. Yo'q. Ha, ertakchimisiz? Yo'q, Kimsiz? Chalpak, men Jumanazar boboyman. Jumanazar, qo'yin u ertaklaringni. Bir iching meni emasku. Ichamizmi? U yerlarda ham chacha bor. Faqat 8 metr. Bir kuni u yerga makroga kirganimda ofitser menga shunday dedi, "Yur, aytib beraman." Yaqin kunlarda bitta yangilik eshitib qoldim. Nima emish? Mollarga pasport berilayotgan ekan. Bizda pasportning stoldagi holat. Qara, sizlar dushi kelinglar, pasport olgani, kim keladi? Tova oldi, pasport olmaydi odamlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, familiyangiz? Hazillashmay. Familiyangiz? Mo'minov. Mo'minov, men ol. Rahmat. Men bu yoqqa atpechatgan qo'y. Sekinroq qimmat narsa. Ana, bo'ldi, boring. Keyingisi. Keling. Assalomu alaykum. Mosport qani? Mosport. Mosportizmi? Mana mosportingiz. Buqayev mol. Kazyolovich. Nimaga Kazyolovich? Ota bir ona bo'lak. Mana pasportingiz. Endi bu qiziqda bu. Pasport topib nima qilasiz? Sim karta olaman.
Sim karta? Sim karta olib nima qilasiz? Xotin bilan gaplashishga. Xotin qayerda? Gollandiya, Mashka. O, Masha. Keling. Mana bu yoqqa tuyoq pechatgan bo'lsangiz. Aha, sekinroq bo'lsa ham qattiq bo'lsa. Sekinroq bo'lsang, u qimmat narsa. Aka, o'zim mol bo'lsa men parasot odam. Bosing. Mol. Aka molligini qildi-da baribir. Pulini to'laysan. Biz insonlar orzu qilib yashaymiz, orzu qilishda davom etamiz. Xullas, orzularimiz cheksiz va nihoyat orzulari ushalgan Dan xodimining birinchi ish kuni. Vo, mana sariq katakchalarni chizib zo'rish qildida, biza zerikmaygan bo'ldik. Bugun meni birinchi ish kunim. Men xudo xolasa ba'zi bir ustozga aylaga o'xshagan gay bo'lmayman. Nima? Bosing xayr tog'a oq yo'l. Ilhom aka bosing oq yo'l. Aka men to'xtatmadim, haydur. Ikkinchi palasada nima qilyapsan, qochi? Aka, yana nima deyay? Molda baribir nima qilay ham? Farzandga oson tutmang, otani yuziga tik qara olmaydi. Otaga oson tutmang, farzandga dardini ayta olmaydi. Bizda umrida birinchi marta ichgan bola ko'chadan o'z uyiga keldi. Oiladagi holat ko'ramiz. Qachon buni o'tirib ichamiz? Bugun men o'rtoqlarim bilan birinchi marta ichdim. Birinchi marta. Ish qilib dadam ko'rib qolmasinlar-da. Dada, iltimos, kechiring, bugun o'rtoqlarim bilan ichdim, chikushka ichdim, iltimos ertaga gaplashaylik. Kim edi bu? Ertaga gaplashamiz. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov aytganlaridek, quruvchi tajribasi oshsa yumushi yengillashadi, chiroyli bejirim imorat quradi. Agar shifokor tajribasi oshsa yumushi yengillashadi, yaxshi operatsiya qiladi, xalqning duosini oladi. Bizda qo'shtirnoq ichida o'z kasbining mohir, tajribali ustalari, shifokorlar. Assalomu alaykum doktor. Uyingizga mehmon kelsa qanaqa kutib olasiz? Aka. Parazatingizga ham turib davolay buni. Nima problemani ovora qilding? Istan qaytayotdim, toshga qoqilib, yiqilib, ko'z qurg'ur ko'rmay armatura kirib ketdi. Voy! Vot masalaga ko'ndalang, Ko'ndalang. Sani ko'zingda problem bor ekan. Senga hozir men nima deb maslahat bersam? Akulis. Har holda dermatologni bilsangiz kerak. Qatdan bilasan. Terim qalin. Xo'p, dermatologga ham borasan, akulisga borasan, hozir to'g'riga borasan, chapga yurasan. Xo'sh, sendan 178 ming bo'ldi, ber. Hali biz nima qilmadik? Men bilan nimadir qilish shart emas, gaplashdingmi bo'ldi. Men maslahat berdim, ber. Siz ham bir nimani bilasiz, gapirasiz. To'g'ri. Alo. Alo. Siz anaqa to'y qilyaptimi-deysiz? Ha? To'yga ketib kutib oling. To'yona kelyaptim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling to'yona. Bemor. Keling. Ko'zingizda muammo bormi? Ko'zimda. Odamni ko'zida muammo bo'lsa bu yaxshi. Bu nima bu? Armatura kirib. Ko'rmay qoldingizmi? Unda ko'zingizni tekshirish kerak. Ko'zingizni oching-chi. Nima bo'lib? Ko'zingiz bilan chesnok yedingizmi? Ko'zni ko'ring. Bo'ldi, ko'zingizni tekshirib ko'ramiz, qarang. Mana shu yoqda turgan birinchisini o'qingchi, birinchisini. 1 yanvar.
Birinchi yanvar. Kechirasiz, sizga kalendarni ko'rsatib yuboraman, mana jadval. Jadvalga qarang. 3-qator, 2-harfni aytingchi. Amas B-ku. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. 2-qator, 7-harfni aytingchi, xo'sh. Amas Sh. 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 Ha. Joy olmasaylik. Joy, xo'p. Xo'p. Endi ko'rishdik. Qarang, mana. 4-qator, 2-harfni ayting. 1 2 3 4 1 2 Jamshid. Jamshid? Men harf dedim. Ha, Jamshiddan bitta harf ekanda, konsertga kostyum bilan kepka kiyib kelamiz. Siz kallangiz joydami? Sizda kallangiz joyda, boyda bir bitir qilasiz. Zarmanlar kulis bizasiz va yarmanni tashxis qo'yardingiz. Va shu bekas, qanaqa kulis ko'z ko'rmay, kulis ko'z chiroyli ko'rish kerak, tushundingizmi? Baqirma menga. Baqirama. Ey, sen nervli bo'lib qolsan, tushundingmi? Sen nevropatologga borishing kerak, meni xizmat haqqimni to'lab qo'y. Birinchidan tushunarlimi? 270 ming bo'ldi, ber. Va qanaqa 270 ming? Men bu yoqdaman. Ber pulimni dedim. Ha, men bu yoqdaman. Shoshmay turing, pulimni olay. Ber pulimni. Ber. Ko'r. Yana aldab ketding shular. Nevropatolog. Ber pulimni. Kech. Assalomu alaykum. Tahdid qilma menga. Kimga ovoz berasiz? Kimga? Ummonga. Ummon orqada. Faqat ovoz bering. Keling, nima bo'ldi? Boshimdan ko'z ko'rmay qolib, toshga qoqib, armatura kirib ketdi yurakka. Hozirgi bolalarga hayronsan-da, tosh ko'rmagan, qanday ko'rmading? Nervim ko'rmaman, nevropatologman. Asablarimga tegasan. Senlar nima qilib ko'zing ko'rmaydi? Nima bo'lgansan? Yig'lama, asra, ukam asra. Nima qilish kerak? Olib tashlash kerak buni? Ukam, buni olib tashlamaymiz. Men seni ishga olaman. Qanaqa ish? Eshikda turniket bo'lasan. Rozimisan? Mana qara, kelasan. Va begonalarni qo'ymaysan. Mana hujjat. Yaxshisiga oylik nechi pul? 8 ming. Ayya, 8 ming. Mushuk ko'chaga olib ketishmaydi. Ye, bu o'zing bilasan. Mana hujjat. O'ting. Bo'lmaydi bu ishingiz. Bo'lmaydimi? Yo'q. Nimasi bo'lmaydi? Bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi. Tushundingmi? Men nevropatologman, tushundingmi? Ukam. Vo. Gulday ovozing bor ekan. O'zbekiston futbol komandasiga balet qilasan, yur. Xudo. Qani ketdik. O'zbekiston. Eng zo'ri. Sudya. Ye. Qon oqyapti. Tez qon topshir. Nechi so'm? Ya, puling kerak emas. Ya, Xudoga shukr, hisobli doktor bor ekan. So'ming kerak emas. Men dollarda olaman. Dollarda olasan, bir til bermayman senga meni qiynaganing uchun. Tushundingmi? Boyadan beri armatura bosasan ketasan. Yo'qol bu yoqdan, tushundingmi? Meni nervim urma. Tushundingmi? Ana. 80 ming bo'ldi. Yig'lamasang bermaydi. Qon. Assalomu alaykum, qon doktor. Assalomu alaykum, keling. Qon oqyapti, qon. Qon Mana qarang. oqyapti, qon hozir ko'ramiz. Mana. Qon. Qon doktorda o'zi, qon kerak-ku, turing-a. Qondan qo'rqa. Qondan qo'rqma, xotindan qo'rq, qondan qo'rq. Sizni kim doktor qilib olgani qoningizga? Qarang, qoningiz kam ekan, meni eslang. Ertalab turasiz. Yozing doktor. Ayting. Ertalab turib novot choy, qon ko'paytiradi, novot choy. Mayiz ko'proq yeng, mayiz, yong'oq yeng, shirin choy, qora choyni bosib iching. Aptekaga kirib. To'xtang, mana hozir. Mana ham onam doktorlarda mana ikkita dori qo'shaman. Ana shuni ichsangiz qoni joyiga keladi. Sanla Gippokrat qasamini ichganmiz deb araq-paraq ichib yurgansanlar aka. Bironta ichmagansan.
Ey, hammang bir-biringga til biriktirgansan, u bunga jo'natar davolamaysan, sen unga jo'natsa soqqa qilishini. Timbolisan, sen aptekachilar bilan til biriktirgansan hammang. Aptekachilar bilan til biriktirgansan. Tuhmat qilmang, hammasi sizga kerakli dorilar. Qanaqasiga kerakli? Yurakga armatura kirgan odamga svitcha nimaga kerak? Siz o'qimagan ekansiz, bilmas ekansiz. Hamma kasallikni yuragi svitchada. Ey, boshim. Operatsiya o'tiring, siz operatsiya qilamiz hozir. Operatsiya qilamiz. Registratsiya qilasiz, varoqani registratsiya bor. Hozir registratsiya qilib kelay. Ana shunday bo'ladi. Janazamga o'tarsizlar. Assalomu alaykum. 5 minutdan keyin obed tayyor. Mana qorniga qo'ra kirib ketgan ichganda Xudoga shukr ishlab yuribdi-yu. Turniket bo'ling bo'ldi. Sizga nima? Ana ikkita shahslik. Sizgachi? Ikkita tovuq qo'yib. Sizga nima? Menga jas. Sizga nima? Senga nima? Men sabo yo'q kelgan muzim bilan. Ey, shashlik yo'qsa sask. Aka, menga qarang. Katta ikki tomonli six kerak emasmi? Kerak. Keyin gaplashamiz bilan. Doktor. Registratsiya qilaylik. Abbos Kenjaboyev. Abbos. Obed tayyor. Obed. Ketamiz. Obed tayyor bo'ldi. Mana Xudoga shukr qilib yuribdi-yu. Sana oldiga borgancha bir svarshkollar borib o'tdingmi nega? Bor. Aka, armatura kirdimi? Registratsiya bo'ldimi? Yo'q. Xo'jay aka, foydasi yo'q. Azizlar, davom etamiz. Bizda jiddiy nomer. Mehr ko'zda ko'rsatuvdan original lavha. Charx balagim, charx balag. Aylanasan muloyim. Dada, oxir topdim sizni. Qayerlarda yuribsiz, ha? 2 yildan beri sizni izlayman. Ha, ukam izlaydi, men izlayman, o'ylamay izlab yuramiz siz bo'lsangiz yo'qsiz, ha? Yo'qsiz. Nima, ha? Shu ustunmi sizdan, ha? Shu narsa ustunmi sizdan? O'chir ovozingni. Senlarni boqishim uchun shu narsa ustun. Hayotimga xavfga qo'yib. Nimasi yaxshi shuni, ha, dada? Nimasi yaxshi shuni? Ahmoq! Bu metanni davleniyasi yaxshi. 7 ga 30 minglik. Haqiqatni mayib qilish mumkin, ammo o'ldirib bo'lmaydi. Bizda birinchi marta qishloqdan shaharga kelgan bola shahar ko'chalarida. Ko'ramiz. Ana endi sizning e'tiboringizga g'aroyib iste'dod egasi, ajoyib talant egasi Abbos Kenjaboyevni albatta taklif qilamiz. Hozir sizlarga o'zining g'ayriodatiy qobiliyatini namoyon qiladi. Assalomu alaykum Abbos Kenjaboyev. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Biz bilamiz sizni qanaqa qobiliyatga ega ekanligingizni mana bu yerda o'tirgan muxlislar bilmaydi sizlar. To'g'ri. Sizni qobiliyatingiz nimada? Hamma odamda ikkita qo'l bo'lsa, menda 3 ta qo'l. Assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum muxlislar. Bu uch qo'lligingizda qanaqa foydali jihatlari bor? Uch qo'llikda juda ko'p foydali jihatlar bor. Mana 2019-yil xalqimiz xizmatida paxta yig'im terimida eng ko'p paxtani biz terdik. Qanday terdingiz desangiz, ko'rsataman hozir. Mana bunday terdik. Mana. Ay, tikol. Bu paxtani tergandan keyin bu Anvar Sanayev ko'rdik-ku. Bu bana pelesoslikka chaqirdi bizni, pelesoslikka to'ylagan. Qanday terding deng? Qanday terdingiz? Ana bunday terdik pullarni, ana bunday terdik. $100.
Opa, so'sak sizga. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Qarang mana, Tornadoni konserti bo'lyapti. Siz qanaqa qilib qarsak chelasiz? Qanaqa qilib nishonlaysiz? Ha, juda ham zo'r savol. Men ham qarsak ham baqira olaman. Go! Yaxshi, yaxshi. Hop. Pasha. Pasha. Bilasizmi, ko'chalarda urushib qolsam nima qilaman? Nima qilasiz? Ikki qo'l bilan yurmayman-ku. Shunday stolga turaman, ko'ziga qarab turib, baqqa urib qolishi mumkin-da. Qarang, bankka o'g'irlik kirgansizda qanaqa qilasiz? Ha, bankka ham ikki qo'l bilan turaman. Qo'lni ko'tar, uni ko'taraman, sekin pistolet topib, baqqa totlashiman. Yaxshi. Mana sizga Instagramdagi muxlislaringizdan savol kelibdi. Xo'sh. Bobur Parazit. Bobur Paradisdan savol kelibdi. Voy Paradis. Nima? Uch qo'lligidan uyalmaydimi debdi. Oynaga qarab savol berganday bo'lmadimi shu odam? Nima deb o'ylaysiz? Nima ham uch qo'lligimdan uyalishim kerak-ki? Shuncha odam yurganda. Nimaga men uch qo'lligimdan uyalishim kerak? O'zini otasi jajji farzandlarga onangni deb so'kdi amakini. Onangni dedi-da. Onangni deb so'kishni o'rgatayotgan otalar uyalsin. Nima ham uch qo'lligimdan uyalishim kerak? Ikkita qo'llar sog'lom bo'lib turib, ko'chada o'g'irlik qilib yurganlar uyalsin. To'g'ri aytasiz. Zamon deymiz-ku, mana shu zamonni zayli bilan ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram, Instagramlarda o'zlarini reklama qilib behayo fotosurat va video qo'yayotgan ba'zi bir qizlar uyalsin. Ularga yomon ko'z bilan qirslanib boqib, tinimsiz yurakchalar bosib, yomon kommentariya qoldirayotganlar uyalsin. Og'ir kuningda, yordamga muhtoj bo'lgan paytlaringda yordam so'rasang-ku, yordam qo'lini cho'zmagan. Yillar o'tib obto-e'tibor topganingda ko'ksini kerib, do'stim, jigarim deb yurgan qadrdon soxta do'stlar uyalsin. Mana shu o'z umr yo'ldoshlarini, opalarini, singillarini Instagram, Telegram, boshqa joylarda behayo suratlar qo'yishiga bemalol jim qarab turgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi erkaklar uyalsin. Bizning mehribon onalarimiz oq yuvib, oq tarab, shuncha yil mehrini bersa-yu, lekin o'sha ota-onalarga qariyalar uyini ravo ko'rayotgan ba'zi bir vijdonsiz farzandlar uyalsin. Men nima uchun uyalishim kerak? Sahnaga chiqib, sizlarga kayfiyat ulashganimgami? O'zini guldek oilasi turib, ana shu oilasini unutib chet ellarga borib birovni yorini jonim, assalam deb erkalayotgan ba'zi bir ayollar va ba'zi bir erkaklar uyalsin. Uydagi ota-onalarga otajon, onajon, men sizni yaxshi ko'raman degan so'zni biror marta ishlatmasdan ko'chadagi soxta muhabbatlarga, millionlab soxta muhabbatlarga tinimsiz sevgi izhorlarini qilayotgan ba'zi bir insonlar uyalsin. Paralimpiada bo'yicha O'zbekiston futbol milliy terma jamoasi 3 karra jahon chempioni bo'lgan. Ikkita oyog'i sog'lom bo'lib turib, ikkita qo'li sog'lom bo'lib turib, xullas kalom futbolchilar uyalinglar. Azizlar, yaqin daqiqalar ichida qarshingizda Tornado jamoasi bo'ldi. Xudo xolasa tez kunda restoran seriali, komediya serial efirga uzatiladi. Bizning ustozimiz Sanjar Shodiyevga gulroz qarsanglar bo'lsin. Rahmat ustoz. Konsert dasturimizning yulduzli mehmonlari kutib turishibdi. Demak, qarshingizda estradamizning yorqin yulduzi, latofatli xonanda Mahliyo Omon gulroz qarsaginglar sadosi ostida.
Hurmatli xonanda Mahliyo Oman, Gulras qarsaginglar. Biz insonlar bilimga intilamiz va qachonki bizda bilimga tashnalik so'nsa, insoniylikdan mahrum bo'lamiz. Hozirgi kunda yoshlarimiz bilim olishga shu darajada chanqoqki, oliy o'quv yurtlariga kirish uchun tish tirnoqlari bilan kurashishmoqda. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov aytganlaridek, maktabni bitirish bilan o'qishni to'xtatgan inson mavqei qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'sishdan to'xtaydi. Bizda o'sishdan to'xtaganlar qismati Tornado o'quv markazi. Marhamat. Dostoyevskiy. Dostoyevskiy. Gamburger. Balo gamburger. Ruschani birontang bilmaysan, Dostoyevskiyni bilmaysan. O'rgansalaring bo'lmaydimi ruschani? Valentina, o'rganaysiz ruschani bilmaysiz. Rossiyada 3 yoshli bola ruscha gapiradi. Salla bo'lsa bilmaysan, o'z ustoz keladi yomon qiladi. Davlating borda, avjing zo'rda, yo'qlab kelar hatto begonalar ham. Tur yo'q bo'le. Qanaqa odamsan, Parasat bormi? Dit bormi? Klassitskiy bilan ham krossovka kiyadimi? Latta. Ammo buni qarzga olib, kreditga olib 15 yilga kiyindim-ku nomar. Yarashmabdi lekin. Endi yarashdi. Davay. Endi yarash. Yana men navbatchi. Latta narsa bo'lmaydimi? Latta. Sepen, duxi-fuxi, sepen iltimos. Fransiyani eslatib yubordi-yu. Aboué, Dubois. Gérard Depardieu, Stroy, Material. When marimba rhythm starts. Juma, мой друг, как ты? Juma. Gamburger yeysanmi? Yo'q, yeyman. Juma, otang yaxshimi? Otang yaxshimi? Juma, otang yaxshimi? Namuncha otamni so'raysan? Otangni puliga yuribsan-ku, Juma. Juma, stilli yomon qilsan, drug. Oq krossovka bilan bashsha ketib ortdi lekin. Nomard. Batman fandishuti, releve. Sute, remont obug'i, mana bilaman. Nomard bisan, bir xil kun. Kostyum bir xil, krossovka bir xil, hammasi bir xil kun. Nimaga bu? Juma, yomon qilsan stillar. Bola qalaysizlar zo'rmi hammasi? Bugun darsdan keyin fransuz restoranida yeb icharmanda. Kutaman hammani. Juma boraman. Borasan. Firuzaxon jonginam, qalaysiz? Yaxshi, yeb qoldingizmi? Yaxshi. Zo'r hammasi. Orqa taraflarni art. Endi butun sahnani orqasini artganimcha vaqt ketadi. Ustoz ham kelib, nimaga orqa chala demasalar kerak. Jingle bell. Orqa chala. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ustoz, bu yangi yil yaqin chang'ida bug'ulani bug'usidan topibsiz-ku? Bug'ulani buvsini ham topganman. Domla? Bu jingle bilan Benz xatga ketdi. Uncle Benzga ketdi. Juma. Domla. Otang yaxshimi? Yaxshi. Otang yaxshimi? Yaxshi. Otang yaxshimi? Namuncha otamni so'raysiz? Endi oying so'ramayman-ku, Juma. Ustoz, mana men 13 million kredit olib, kiyindim. Bir xil qilib mana shunga havas qilib, lekin meni bular yer ko'rdi. Mana bu esa bu bo'y deb paxta qo'ying qildi. Endi bolam bitta gapda. Juma, otang yaxshimi? Bolam, qara. Stil. Tushundim, ustoz. Paxta.
Olay. Demak, dars boshlasak ham bo'ladi. Menimcha hamma to'liq kelgan. Bemalol darsni boshlaymiz. Kim? Kim? Domla, men siz o'tirasiz deb o'ylamagandim. Ana shunday bo'ladi. Siz ikkovlaringiz bunga paxta qo'yinglar, bu taylaringizga mix qo'yadi, keyin beton qo'yadi, keyin turba qo'yadi, beton qo'yadi. Sizlar paxta qo'ying. Sani ko'zing qayerda edi o'sha payt? Polda edi. Polga mix qo'yib qo'yibdi, qara oyog'imga kirib ketdi. Qarasang o'lasanmi? Doim shunday qilasizlarmi? O'tar hamma. Uchitel. Uchitel. Sho'rva o'tiring bilan kolbasa aralashtirib yegandim, 2 minutga chiqib kelay. Yo'q, jinnimsan, o'tir. Bolalar, bugungi darsimiz o'tgan dars nima vazifa berilganda? To'g'ri-chali. Nima dars? O'tgan dars o'tib ketdi. Yangi mavzu haqida gaplashamiz ustoz. Kim aytdi senga? Yangi darsi. O'tgan dars o'tmadi. O'tgan darsni o'tamiz. Domla, Juma, otang yaxshimi? Uchitel. Qaytaraman, sho'rva o'tiring bilan kolbasa yegandim. 2 minutga chiqib kelay. Bitta savol beraman, topsang chiqib kelasan. Xo'p. Ikkinchi jahon urushi qachon bo'lgan? 41-45. Necha kishi o'lgan? 1.300.000. Ismini sana. Shunaqa chiqmaysan. Bolajonlar, bugungi darsimiz tarix. Qani kim menga o'z tarixini aytib beradi? Qani kim? Qizim, bekinmay turing, o'zingiz tarixingizni bir gapirib bering. Domla, buni tarixini men bilaman. Bir kun Chilonzor ko'chalarida ketayotgandim, u oldimdan chiqdi. Va uni yoniga bordim-da sekingina valsga taklif qildim. Yana valsga taklif qildim. Va yoniga sekin bordim-da u tiz cho'kdi. Yo'q, men tiz cho'kdim. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? Roziman. Dedingizmi? Romantikani ham beliga tepding-ku. Domla, ustoz birovni bolasini nimaga uradi? Sen meni urdingmi hali? Men nima begunoh? Uchitel, здравствуйте. Можно 2 minut aralashtirgan? Dvek yig'ishdi. Bitta savol beraman. Tarix otasi kim? O'zim otam kimligini bilmayman. Tarix otasini qaydan bilay? O'tar. Xo'sh, bolalar, bugungi darsimiz 2-jahon urushi. 2-jahon urushini kim gapirib beradi? Men gapiray. Men bilaman. Mani bobom Stalingrad ostonasidan Berlin ostonasigacha mina qidirib ketgan. Mani bobom o'rtog'i Jenya bilan Berlin ostonasigacha minani liniyasini topganda Berlin ostonasini tagidan. Berlin ostonasini tagidan Hitler chiqqan. Keyin bobong nima qilgan? Ustoz, nima qilgan bo'lsa ham Hitler qilgan, qo'ching. Короче, mani bobom liniyani ushlab topib bo'lib ketgan. Domla, Nimaga chiqdi? Bolalar, o'zini temada bo'laring, temadan chiqib ketmanglar, bolalar. Ustoz, biz-ku har darsda temadamiz. Bu ulardan xabar olay. Bor xabar. Sen nima gapirmading sen nima dars o'qiydi o'tiribsan? Sen nima uni? Eshikka qara. Eshikka qara. Мой цвет настроения черный. Мой цвет настроения черный. Мой цвет настроения. Kim ekan? Direktor. Direktor. Direktorga ham shunday qiladimi? Kallam oladi-ku bu. Мой цвет настроения черный. Qani? Bor bolalar. Мой цвет настроения черный. Direktor qani? Цвет настроения черный. Ustoz, tonirovka nech pulga tushdi? Qimmatga tushdi bolam, qimmatga tushdi. Qoch. Liliya Balalayevna. Liliya Balalayevna. Nimaga ikkita qora Balalayevna? Tani bilan Rovka. Tanishinglar, endi sizlar bilan o'qiydi. Welcome. Ustoz?
Eins, Franz, Shu ustoz. Evzul no follows. Jidu Fosotun, I love you. Welcome. Men ham. Men ham deyaptimi? O'zbekchani biladimi Liliya Balalayevna? Ha, biladi. Nimaga domla nuqul mana shu eshik olib balkondan kirishga majbur qilasiz? Endi o'zim doim balkondan kirishga majbur qilasiz Liliya Balalayevna. Ha, bu boshqa masala ustoz. Bolalar bor-a. Xo'p, Liliya Balalayevna, kelishingizni sababi nima? Kelishimiz sababi shuki, bekorga kelmadim bolalar. Kim shu yil oliy o'quv yurtiga eng yuqori ball bilan budjetga o'qishga kirsa, ana shu talabaga men Malibu avtomashinasini sovg'a qilaman. Qo'shing. Yana. Ikkita hamburger. Yo'q, qo'shing, o'yin. Rozi bo'lmang, O'ynaymiz. Liliya Balalayevna, men o'quvchilarim hammasi yaxshi bolalar, aqlli bolalar. Qo'shing. Ha, mayli domla, hurmatingiz bor. 2 xonali uy qo'shdim. 2 xonali uy. Marimba rhythm start to play. Dance with me. Bilasizmi Liliya Balalayevna? Balalayevna, sizni mana bu kiyimlaringiz Fransiya, mana bu shimlaringiz Turkiya, oyoq kiyimingiz Italiya. Qattan bilmas. Etiketkasini yulmabsiz. Voy. Ustoz? Menga 2 xonali uyni umuman keragi yo'q. Men o'zimda 4 xonali katta uyim bor. Men unda bir o'zim mazza qilib yashayman. Wow! 1 minut. When marimba rhythm start to play. Bilasizmi Feruza Aziza Shahnoza ismingizni tanlab oling, qarochi. Qushcham. So'zim mana. Hali ham yoshsan-da. Babnik. Liliya Bachalayevna, u sayrashni bilmaydi, sazvonimsa. Sazvonimsa deydimi bu? Qushcham, men beradigan uy Tashkent City'dan-ku. When marimba rhythm start to play. Liliya Balalayevna. Labay ustoz. Qaddi balandish. Voy. Liliya Balalayevna. Muomalalar o'zgacha. Liliya Balalayevna. Liliya bala. Voy, tavba qiling. Erim keldi, berkin deydi. Yana keldimi? Ha, Negir aka, siz bekinmang, polga o'ting, qap-qora tekis bo'lasiz. Liliya Balalayevna, Liliya Bachalayevna, eri kelsa makkilab qoladi bular. Hech kim yo'q, o'yin qilishibdi. Voy, Chiqinglar. Hech kim yo'q ekan. Voy. Bolalar, sizlarni bir yuraginglarni yoray dedim-da. Aktyorskiyim qalay. Ustoz, Liliya Bachalayevna. Balalayevna. Bachalayevna bo'ladi, tamom. Aktyorskini qo'ying. Bizni domla qalay. Voy, men domlani qatdan bilaman qanaqaligini. Domla qattasiz chiqing. Domla qatta. Ustoz. Chiqing, erimas ekan. Erimas ekanmi? Chiqmayman. Ustoz, erimas ekan. Erimas ekanmi? Liliya Balalayevna, unaqa bolalarni qo'rqitmang. Bolalar yuragi yomon. Endi точно eriganlar shuni. Qanaqa eri? Yer Rossiyaga ketgan. Voy. Mana bobom tudavratliq aytgan. Mana bobom Milani topolmay Stalingradga qaytgan payti mana nihoyat Milani topdi. All that I have is all that you've given me. Keyin bobong Milani nima qilgan? Nima qilgan bo'lsa ham bobom qilgan ustoz. Sen turda. Sen boya meni aldab chiqib ketdingmi? Vaziyat shuni taqozo qildi, nima qilish urmodring bilan kalbasi yemaylar deganman. Liliya Balalayevna. Voy ustoz. Bolalar xabardor bo'ldi meni yangiligimdan. Xo'p, hammalaringga tushunarli-a bolalar? Tushunarli. Demak ustoz. Labay. Yaqinroq keling. Necha soatda darsingiz tugaydi? 1 soatda tugaydi. Unda 1 soatdan keyin sizni xonamda kutaman. Bolalar yaxshi o'qinglar.
Men sizlarni kutaman. Мой цвет настроения черный. Demak, bolajonlar, darsimiz tugadi, hammaga javob. Qaysi suv olib keling? Suv, havo olib keling. Dars tutang, oylik olyapsiz. Bolalar, o'zi 2,5 million so'm oylik olsam. Nechta farzandingiz bor? 5 ta. Yetyaptimi? 5 nafar farzandi bor, oilaga 2,5 million yetadi. Samarqanddagilar aytgan. Bolalar, chiqaman kelaman. Darsingiz o'ting. Ozgina dars o'tdingiz, pol dartganing arzimaydi-ku bu. Dars o'taymi? O'ting. O'zlaringga ko'rlaring. Sen tur o'rningni, suv olib kel deysan. Pulini bersa olib kelamanmi? Bor o'zing olib kel. Sen tur o'rningni. Ostasi. Ha, o'zingcha. Pollarday. Bug'ullardan xabar olay. Bor, bug'ularingdan xabar ol. O'zlaring chiqam. O, qizim, bekinmang, siz nima o'zlaringcha. Voy, boy o'g'li. Boy o'g'li. Boy o'g'li. Yaxki. Qarag'ga ham o'xshamaydi bu. Menga qara. Otangni puli 1 tiyin, tushundingmi? Bitta savol beraman, topsang topding, topmasang haydab yuboraman, tushundingmi? Bering. 2 kar 2 necha? 48. Zato yaqin kelding-ku. Mana devorlardagi suratlardan savol beraman. Topsang topding, bo'lmasa haydayman. Amir Temur haqida gapir. Bilmayman. Bilmaylar. No, boyni o'g'li. Alisher Navoiy haqida gapir. Bilmayman, domla. Bobur haqida gapir. Bilmayman. Ha, bular tarixini bilmaydi. Siz paxta qo'ying. Ha, tushundim, ustoz. Menga qara, mana bu Cristiano Ronaldo. Kim? Cristiano Ronaldo 1986-yilda Portugaliyada tug'ilgan bo'lib, u birinchi o'yinlarini Sportingda boshlagan. Keyin esa Manchester Unitedga o'tib ketdi. Real Madridda ajoyib o'yin o'tkazgandan so'ng, albatta Juventusga o'tdi. Umri mobaynida 708 ta gol urgan. Bolajonim, ha. Yoshsan-da. Haligi darsda men qoraman. Bolajonim, ha. Yoshsan-da, yosh. Ya, meni kimsan? Alo, adomisiz so'rab. Darsdaman. Adom. Menga qara, bolajonim. Amir Temurni so'radim, bilmading. Alisher Navoiyni kimligini bilmayapsan. O'z ota-bobongni, tarixingni bilmayapsan, o'zligingni anglamayapsan, bolam. Lekin qayerdagi bir Yevropaning o'yinchisi Cristiano Ronaldo desa, qachon tug'ilgani-yu, qachon nima yeyishigacha bilasan, bolam. Bolam, bitta narsani esingdan chiqarma. Bu hayotda Cristiano 700 ta emas, 705 ta gol urgan. Birortang o'qish bilmaysan. Alo, kim bu o'zi? Paxta qo'ying. Sallaman asabim buzlaring. Qaysi biring o'zing tarixing bilasan? Sen bilasanmi? Kim o'zing tarixini biladi? Birortang bilmaysan. Hech kim bilmaydi o'zini tarixini. Men bilaman. Men juda uzoq yashadim. Turon deb atalmish mag'rur bag'rimda erkalanib o'sdi necha mard avlod. Massagentlar, saklar, asl shunqorlar. Doroni mahv etgan jasur o'g'lonlar. Yengilmas Iskandar qilich ko'tarib, bag'ri dilim tilka qilgan on. Spitamen degan jasur o'g'lonim, elim deb, yurtim deb berdilar jon. Ibn Qutaybaning jabru zulmidan zor qaqshab titradi bu yorug' jahon. Muqanna ko'tardi ozod boshini, mardligi tillarda bo'lganda doston. 13-asr Dashtu Mo'g'ildan Chingiz degan balo keldi bostirib, jasur Jaloliddin Mard Temur Malik jang qildi, kurashdi, ketdilar shahid. Chorasizlik ichra zabun bo'lgandim, ko'zim ochiq, ammo tirik o'lgandim. Bir umid ilinjida boqardim har yon, bormikan xaloskor, bormi mard o'g'lon? Bor deb na'ra tortdi
maydonga chiqdi. Amir Temur Jahongir sohib Qur'on, yovlar zir titradi, ellar birlashdi, yurtimning qudrati ko'kka tenglashdi. Fon Kaufman bostirib kelganda nogoh hasratdan zor yig'lab chekkanman, voh. Farzandlarim Qodiriy fitrat cho'lponlar qatag'onga uchragan mard o'g'lonlar hurlik shamolini ko'rolmay ketdi. 1991-yil sentyabr oyi. Qullik, mutelikning asoratidan g'aflat bosib mudrab yotganda hamma minbarga chiqdi-da, jasur mard o'g'lon O'zbekiston mustaqil deb qildi e'lon. Yigirma 28 yilki esar hurlik shamoli, 28 yilki quvonchdan lolman, ming yillar bag'rimda bitgan jarohat izsiz yo'qolmoqda. Men baxtiyorman. Davom etmoqdadir bu hurlik nasmi, ot o'rnin ot bosdi hur zamon bo'ldi. Buyuk Turon aro obod gul maskan O'zbekiston bo'ldi. O'zbekiston bo'ldi. Mustaqil yurtimiz tinchlikka ko'z tegmasin deganlar bitta guldiras qarsaga bo'lsin. Yanada bepayon har tomonda Samarqand Buxoro to'yibi tomon bo'ldimga doiman. Demak, hurmatli aziz muxlislar, davom etamiz. Ayni daqiqalarda, ayni soniyalarda biz homiylarimiz tomonidan omadli muxlis aksiyasini o'tkazib olamiz. Hozir lataturlarimizni olib chiqamiz. Oranglarda omadli muxlisimizni aniqlab berish uchun Fortuna Media prodyuserlik markazi rahbari Sodiq akamizni, to'g'rirog'i prodyuserimizni davramiz to'g'riga chorlab qolamiz. Demak, Sodiq aka, omadli muxlisimizni o'zingiz birinchi bo'lib aniqlab berasiz. Xo'sh. Aylantiramiz, yaxshilab qarsaginglar. Demak, birinchi omadli muxlisimiz 12-qator 8-joy. Balkon 5-qator 17-joy. Yana balkon 5-qator 10-joy. Qarsaginglar bo'lsin omadli muxlislarimizga. Chacha savdo belgisi bizni yordamchi homiyimiz. Alohida minnatdorchilik bildiramiz, ayniqsa Umid akamizga. Aziz muxlislar, davom etamiz. Ko'tarinki kayfiyatda yana bir sahnaga estradamizning yorqin yulduzi, xushovoz xonanda, sevimli ovoz loyihasining sevimli ovoz ishtirokchisi Mirjalol Ne'matov. Kunini qilib bergan inson mana shu inson bo'ladi. Rahmat aka, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Azizlar, davom etamiz. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan yurtimizda to'y va marosimlar uchun zamonaviy organizatorlik markazlari ko'payib borayotgani hozirgi kunda hech kimga sir emas. Tornadoda mix to'y, kelin Toshkentdan, kuyov Buxorodan. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Bugungi kechamizga tashrif buyurgan mehmon va mezbonlar. Mana bugungi kechamizning tom ma'nodagi qirolichasi hisoblanmoq kelinimizni davramiz markaziga taklif etar ekanmiz. Barchamiz o'rnimizdan tik turgan o'rnimizdan o'tirgan holda guldiroz va davomiy qarsaklar ostida kelinimizni taklif etamiz. Marhamat. U bo'ldi, bu bo'ldi.
shab shabona kelin domot yagona to'y shavad to'y muborak shavad xushomad eton aziz mehmonon dillam bazam bobo jondan bazam bobo lazzon bobo gazzon bobo shik madam shik yamayiya ana endi aziz mehmonlar davraba o'rtashma bug'urolik bacha kiyo bacha domod taklif mekunam Yaşasın domod uy bala eshorras uy bala yazdan kella uy bala kiyo kelar guli bilan yor yorone sochlari sumbuli bilan yor yorone bachalar biza Toshkentganmiz buni Toshkentcha aytish kerak hamma biladi suvdan chiqdi vadalas o'sha vadalas Turbashgan daydan kiyib oldim kiyov taxtga taklif mekunam hop ana endi hurmatli xonimlar va janoblar bugun kechamizni ochib berishi so'z navbatini mana shu Toshkent videoshularini boshlovchilarni davr raislarni tushunmayman-da. Nimaga sizlar ovozlaringizni yasab, ana endi hurmatli xonimlar va janoblar deb gapirasiz? Bir o'zingiz ovozingizni gapiring, xalq maza qilsin, o'zingiz ovozingizni ko'rsin bular. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Aka, yasay! Hurmatli xonimlar va janoblar, ana endi esa kuyovimizning otalari hisoblanamiz Tursunmurod dodamizni davramizga taklif etamiz. Hamda bugun kechamizni ochib berishlarini so'rab qolamiz. Marhamat, Tursunmurod doda, davramiz to'g'ri sizni kutmoqda. Ey! Chempion! Amaki! Odamni sharmanda qilib davrani ochib bering. Amaki, bitta zo'r gaplar bilan davrani bitta qizitib tashlang. Bu yosh bola bo'lsa qatdan qizdiradi bu? Qizlarimiz sochini kesmasin, uydan sovchilar bezmasin. Yurgan yo'lingiz gul bo'lsin, sandiqchangizda pul bo'lsin. Mani o'g'ilchamni baxtiga ko'raman deb, keyin kichkinagina nevarachalarni ko'raman deb. Ana o'sha nevarachalarni to'yini istiqlolda o'zim yuvib beraman. Sizlarda bitta chiroyli qarsak bo'lsa. Qara. Amay. O'zimiz urf odatga binoan bitta chiroyli duo bilan kechamizni ochib berasiz. Amakim jo'ralar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana o'g'lim qani? Mana. Ya. Da. Ya. Ilohomi. Da. Amaki ushlang mikrofoningizni. Mirza terak, manga kerak. Ye. Ilohomi. Amin. Baxtli bugun, battar bugun. Va bilan ketadi. To'xtab turing, bitta qarsak bo'lsin. Povotingni berma. Qizingga payrit qilma. Kel. Asaljon, dadajonisi, anaqa bana yegim kelyapti-de. Anaqa boshim aylanib ketyapti. Shokoladcha yegim kelyapti desa, olmamam chiqma. Xo'p, dada. Tushundingmi? Xo'p. Sen kimni ular? Sizni. Voy valadi. Allohu akbar. Amin. O'g'lim. Dada. Yaxshi. Teshonaydi. Bitta o'pay, bitta ko'tar. Ay, mitoshwan. Dada. Bir rostdan sizni o'g'lingizmi? Qo'yili chumolidan dinozavr yasabsiz-da. Emas. Zato yasadimmi? Yasayotgan paytda ham shunaqa chirangan bo'lsangiz kerak. Ay, nima qilib beqika? Sharmanda. Mana kesana. Bu nima qilib? Beqika, mana qo'yta. Menga qara. Menga o'tdi. Birinchidan biz katta insonlarmiz. Ikkinchidan biz mana ularga o'rnak bo'lishimiz kerak.
Uchinchidan, men birinchi. Qo'yil. Ana endi hurmatli xonimlar va janoblar, kechamiz davom etadi. Shunday ekan, hech bir to'y tantana hofiz yoki hofizalarsiz o'tmaydi. Shunday ekan, bugungi kechamizning mezbon san'atkorlari hisoblanmish Viya Sarsong guruhi. Ye. Bularning viyaligi aniq, sarsonligi aniq, shu Toshkent viya nima degani jo'nli aytadim bular. Vapshi ilojsiz aka degani. Nima qiladi bular? Bular 2 soatlik to'yda ichida 8 marta kiyim almashtiradi. Oldiga ikkita takoy qiz olib kelib qo'yadi. Uni ustiga dimlar, salyutlar, har xil ekvalizerlar qilib diskoteka show qiladi. DJ Zuxa kelib diskotekani yorib ketadi. Uni ustiga esa bular xullas kalom yevropeyskiy to'y qiladi. Bizani Buxoro Navoiy Qiziltepaga bunaqa sasablab bo'lmaydi. Qarang. O'zimizda живой artist. Bitta to'yga 8 ta kiyimga borgan artist. 8 ta to'yga bitta kiyimga borgan artist. O'zimiz artist, ustoz ko'rgan artist, ustozi uni ko'rgan artist. Jumaniyoz Domonov. Artist misan artist. Qoshga qarang, qoshga qaramang. Mana yuvilmagan boshga qarang. Sochga qarang. Mana bu artist, ustoz ko'rgan artist. O'lmas Olla Berganov og'ziga tuflagan artist. Yutgan artist. O'zini hayajonini unutgan artist. Osmon emas oy, ham go'zallikka boy. Qo'shiqlari, qo'shiqlari. Конкретный живой Jumaniyoz Domonov. Aka, bu artist deganda sal-pal parasat did degan narsa bo'ladi-da. Sizlar tarafda bo'lmaydimi? Nima bu ikki taraf yam yashil bir yuvib kelsangiz bo'lmaymi? Biza to'yda asabiylashamiz, to'g'rimi? Asabiylashgandan keyin bitta noshta o'rtamiz, ma'uni qilamiz. Yashnamay ko'karsinmi bu? Yashang hofiz. Hofiz joydor. Ana endi hurmatli xonimlar va janoblar, kechamizga noz-ne'matlar tarqatishni boshladi. Marhamat, Toshkent milliy taomlari. O'tkaz. Berma, prakat, berma. Berma, prakat. Bo'ldi. Ha, o'tkaz. Sizlar o'zi 4 ta samsa berib shu ham prakatmish. Siz Buxoroni ovqat yeyishni o'rganing. Marhamat. Buxoro milliy taomlari. Значит, будет плов. Aytdim, go'sht qimmat bo'lib ketyapti. Bizani ovqatlar qanday? Ko'z tegmasin. Ana endi hurmatli xonimlar va janoblar, kechamizni qizg'in tarzda o'tkazish shu kelinlar hamda kuyovimizni davramiz markaziga taklif etamiz. Ajoyib battle o'tkazamiz. Qani aytdi? To'g'ri, bugun kechamiz shou bo'lish kerak. Hozir kelin tomon desa kelin tomon, kuyov tomon desa kuyov tomon qarsak chelasizlar. Bu ikki yoshli baxt uchun. Qani kelin tomon. Kelin tomon quloqlarga ehtiyot bo'lamiz. Kuyov tomon sheramisizlar. Qarsak cho'ganlarning uyidan fayzu baraka, cho'maganlarning uyidan taraka narimasin. Hurmatli xonimlar va janoblar, demak battlimiz boshlaymiz. Qani endi kelinimiz bitta maqtanib qo'ysinlar. Oyiga necha pul topadilar? 10 million. 10 million. Nima? Kuyamiz ham uncha odam topolmaydi, oylik topadilar. Necha pul topasan jiyan ayt. 910 ming so'm plastikda. Pas ketma. 910 ming plastikda emas. 35 ming kam $100.
Kelinimiz qanaqa mashinada yurishlarini bitta vaqtlar qo'ysin. Yo, etolmaydi. Ya, etadi. Yo, etolmaydi. Etib tashing. Range Rover. Etdimi, etolmaydi dedim. Range Rover. Chalpak. Bu ham uncha odam yurolmaydi. Mashinaga yuribdi Toshkentga. Qanaqa mashina yuribsan-chi ham? Oq Nexia taksi. Oq Nexia taksi dema. Yandex taksi. Xullas kalom batili tugatamiz. Kelinimiz adalari qattiq ishlashini bitta vaqtdan qo'ysinlar. Oy, maqtanishi nima keragi bor? Adam biznesmen. Ana savolni bekor berding-da. Kiyamiz dadalar ham uncha odam dadasi ishlolmaydi, joylarga ishlaylar. Nima ish qilarlar jam bir ayt xalq bilsin. Santexnik. Santexnik emas. Kilavni santexnik. Nomer 1. Men qara. Sen erga tegibsanmi, uylanibsanmi? Jo'ra to'ydan gal bo'ladi bu. Maljo'ra. Endi havas qilsa arziguli to'y bo'lyapti-da. Mana shuncha mehmon, endi sir bo'lmasa, kal bo'lmasa, ovqat bo'lmasa, bu nech pul ketdi bu to'yga? Bu to'yga bilasanmi, Jo'ra bir 27 ming dollar. Yo, jonim adashdingiz, 28 ming dollar ketdi. 27 ming dollar ketdi. 28 ming dollar. Menga qarama, senga aytibman. 27 ming dollar ketdi deyapman, tushunmasanmi? Jonim, siz tushunmadim. Men bergan 1000 dollar qani? Hozir kelinka urushib ketishi mumkin. Oqshom valsi. Vals yig'ishtiring, meni dollarim qani? Vals. Gazini bos. Yar seni oylasam, kuni bilan sog'insam, suratingla. Mani pullarim qani? Bir rov san'atkorlarimiz bor, Buxorodan mehmon artist kutib oling. Marhamat kutib oling. Bugungi davramizda bir rov artist, bir ravdi bir tingolmaykan artist, bir ravan bir tingolmaykan artist. O'zimiz artist, mehmon artist. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Qora ko'z, o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Qora ko'z, o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Bagheera, ты моя Гера, ты моя Гера. Bagheera, ты моя Гера, ты моя Гера. Черные волосы, черные глаза, черная девочка, но белая душа. В конце концов нас создал единый Бог. Я белый, но она, по-моему, из Ганы. Багира, ты моя Гера, ты моя Гера. Багира, ты моя Гера, ты моя Гера. Bagheera, bugun kechasi Shakira nima qiladi endi bobola? Bagheera deysan bu pishak bachchakimi? Nasafijon, yo'q, Mr. Nasafi. Welcome to. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Nasafi. O'lganlar ham biladi Nasafiligingizni.
Kuyov baxtli bo'ling, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Menga qarang. Shu rostdan tirikmi? Aka, addu shu xursandman bor-ku. Buxoro qichitib tashladingiz, rahmat aka. Qarsak bo'lsa o'zimiz artist. Assalomu alaykum, meni ismim Abbosiy. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Sizning ijodingizga qiziqamiz, malasi zo'r kuzatib boramiz. Sizda to'g'risi ovoz bor. Ovoz bor. Iqtidor bor. Iqtidor bor. Ko'rinish sal-pal bo'lsa ham bor. Ko'rinish bor. Bilasizmi sizga nima yetishmaydi? Nima yetishmaydi? Sal-pal yetishmaydimi deyman-da. Tushunmadim. Rahmat, Gulduros qarsaklar, Nasafiy. Rahmat hammaga, sog' bo'ling. Rahmat. Qanay. Uni buni qo'y. Ha. Biz ham ustimizdan ham yozavermasmiz sud budga. Ehtiyot bo'linglar, qaranglar. Ana endi hurmatli xonimlar va janoblar, demak, raqslar xirom o'ynashni boshlaydi, qarang yetdi. Hezalakmi bu bolla? Zim xotin shiqqa. Qirobdiki bu almasni. Oka haqiqatda g'alatimi deyman-da. Turing. To'xta, bu g'ijduvonliklar to'xtamaydi, beraki. Menga qara. Men kuyov Buxorodan. Kelin Toshkentdan. Qashqadaryo qo'shiq nima qilib beradi? Aka, to'y qayerda bo'lyapti? Toshkentga. Normal o'ynang. Yoshligimdan Shohruxxonni yaxshi ko'raman. To'yda vaqti bo'libdi, mehmonga ketish kerak. Hopiz. Keling bitta omin qilib bering. Keling, o to'g'rini yopilar. Omin. Bizlar bo'lib bolashag'imizdan xizmat qilaylik. Bu ikki yoshli baxtli bo'lsin, o'g'illik juvonli bo'lsin. Mana bular begona emas bular. Hammasi o'zimizni bu yoq qo'shnim jiyanim, bu yoq ham jiyanim. Katta to'ylar bo'lsin. Bularning beshik to'yiga, sunnat to'yiga, chimliq to'ylariga bo'lgan. Dasturxon atrofida to'planayotgan xalq birlashib borayotgan millatdir. Birligimiz aqlchiligimizga ko'z tegmasin. Azizlar, biz bekorga to'y sahna ko'rinishini qo'ymadik. Sababi bugun Tornado jamoasi uchun imtihonli to'y. Siz mana shu imtihonli to'yimizning eng qadrli mehmoni bo'ldingiz. Biz esa mezmonlik qildik. Qaysidir fursatlarda mezmonlarimiz xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, bu katta hayotdagi hali birinchi to'yimiz. To'g'ri tushunasiz? To'ychilik. Hali oldinda bizni juda katta to'ylar kutmoqda. Keyingi to'ylarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolishdan oldin, avvalasi bugungi to'yimizga eng yaqindan yordam bergan O'zbek konsert davlat muassasasiga, qolaversa Turkiston tantanalar saroyiga, yarim homiyimiz Chacha savdo belgisiga hamda bizning ustozimiz Sanjar Shodiyev janoblariga, qolaversa Fortuna Media organizatorlik markazining prodyuseri Sodiq akamizga alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Tornado jamoasi bo'ldi. Xush kayfiyat, ulashamiz sizga. Biz o'sha Tornado, ha o'sha Tornado. Kayfiyat, ulashamiz sizga. Biz o'sha Tornado, ha o'sha Tornado. Hammasi ma'lum, yuzingizda tabassum, kulguling muxlislari. Assalomu alaykum. Sizlar uchun, siz uchun qilmaylik xizmat uchun. Boshimiz osmondadir, bitta
tabassumdir do'stim doim kulib yur tabassum shaydolari kayfiyatda qalay kayfiyat ulashamiz sizga biz o'sha tornado ha o'sha tornado kayfiyat ulashamiz sizga biz o'sha tornado ha o'sha tornado hammasi ma'lum yuzingizda tabassum kulguning muxlislari assalomu alaykum sizlar uchun siz uchun qilmaylik xizmat nechun boshimiz osmondadir bitta kulgingiz uchun tornado 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 hammasi ma'lum yuzingizda tabassum kulguning muxlislari assalomu alaykum sizlar uchun siz uchun qilmaylik xizmat nechun boshimiz osmondadir bitta kulgingiz uchun Kattakon